Ko'p psixologlar erkak kishini ko'p pul topishi bu ayol kishiga bog'liq deyishadi. Rostdan ham shundaymi? Keling ko'rib chiqamiz. Hayotda muvaffaqiyatli erkakning ortida doimo aqlli va dono ayol turadi. Bunday ayollar erkakni ruhlantiradi, ishonch beradi va og'ir paytida doimo yonida bo'ladi. U shunchaki yonida emas, u ishonch bera oladigan, doimo qo'llab-quvvatlay oladigan ilhom manbai hisoblanadi. Agar erkak va ayol bir maqsad sari hamjihatlik bilan harakat qilsa, har qanday to'siqni ham yengib o'tishadi. Chunki haqiqiy boylik bu pulda emas. Haqiqiy boylik ishonch bilan, hamjihatlik bilan birgalikda mehnat qilishda. Shuning uchun ayollar erkaklarni kuchi hisoblanadi. Ayollar esa ularga tayanch bo'la oladi. Shunday juftliklar bir-birini to'ldirib, natijada esa muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqishadi. Hayotda hamma inson muvaffaqiyatga erishishni istaydi. Farovon yashashni xohlashadi. Lekin buning uchun faqat mehnat va omad yetarli emas. Insonni yonidagi sherigi, ya'ni jufti juda katta rol o'ynaydi. Agar erkakning oldida aqlli, sabrli, unga ishonch bera oladigan ayol tursa, u erkak har qanday cho'qqiga chiqadi. Chunki bunday ayollar erkaklarni ruhlantiradi va kuch beradi. Bunday ayollar erkaklarni tanqid qilmaydi. Aksincha, yo'lini topishga yordam beradi. Aqlli va dono ayollar hech qachon erkak kishini qilayotgan ishini u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi, siz qila olmaysiz, qo'lingizdan kelmaydi deb tanqid qilmaydi. Aksincha, uni o'rniga doimo unga kuch, quvvat beradigan so'zlarni ishlatadi.